Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi, o'tgan mashqimizda 45-betdan davom ettiramiz. من الولد الطويل الذي خرج الآن من الفصل. Hozir sinfdan chiqqan uzun bo'yli bola kim? Ammarun waladun qasirun. Ammar bo'yi past bola. Faysalun tabibun shahirun. Faysal mashhur tabib, shifokor. Liman hada sarirul maksuru. Bu singan karavot kimniki? Ayna sikkinul haddu. O'tkir pichoq qani? Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Bu chiroyli mashina kimniki? Iqro, o'qing. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. Hozir sinfdan chiqqan bola Indoneziyadan. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. Partaning ustida turgan kitob o'qituvchiniki. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Partaning ustida turgan chiroyli qalam yoki ruchka kimniki? Al baytul kabirul ladzi fi zalika shari'i lil waziri. Ana u ko'chadagi katta uy vazirniki. As-sarirul ladzi fi ghurfati Xolidin maksurun. Xolidning xonasidagi karavot singan. Bu yerda endi baytun jadidun degan so'zda bayt man'ut deyiladi, ya'ni sifatlanmish. Jadidun sifat bo'ladi, ya'ni yangi uy. Al kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Al maktabatu kutubxona. Al ana hozir. Al mirwahatu demak ventilyator. Mustawsafu poliklinika. Al madrasatu thanawiyatu yuqori, ya'ni 10-11 yoki kalish pog'onasidagi o'qish dargohi. Al vaziru vazir, shahirun mashhur, haddun o'tkir. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.